Hammaga savol. Короче, menda bitta bir problema emas. Qarab jinnilikni ko'zlab qo'ydim men, yana bitta bir jinnilikni bir. Aytgancha, hamma biladi, bu meni papugayim, to'tiqushim, valnistik papugay zoti valnistik papugay. Bu o'g'il bola, kim bilsa bilmasa, men bu haqida hali umuman aytganim yo'q. Qarab, u o'g'il bola, da ruchnoy. Lekin baribirga ham u примерно 40% ruchnoy. Прям 100%ga trenirovka qilish kerak. Juda ko'p o'sha mashqlar qilib, ko'p vaqt o'tkazib, doim shunaqa ko'rasizlar-ku, bir internetga qo'yib boraman-ku ba'zida. Storiesga, Instagramga qo'yib boraman. Ba'zida shunaqa mashqlar qilib, ruchnoylashtirib, sekin-sekin oxiriga qo'ygan videomdan ko'rsangiz bo'ladi-da. Bu masshtab просто какой пиздец, какой yangilik. Men prямо shu o'tirgan joyimdan toki uni o'zini o'tiradigan joyigacha hozir ko'rsataman sizlarga. Примерно antigacha так xira ko'rinyapti, chota. Bilmayman nima xira ko'rinyapti. Qo'limga ketib qoldi anaqa kameraning anaqasi fokusi. Qarchi o'shatdan buyoqqacha примерно kattagina masofa bor-da, u hayotda hech qachon o'shatdan mashaqqacha uchib keladigan qushmas edi, to'g'risi, real. Men uni prям oldiga o'tirib, qo'limni past tumshug'im tigiga shundoq qilib qo'yib, o'rgatganman. Примерно ko'p vaqt ketgan, men sanamadim to'g'risi. Boshida 1-2 marta o'rgatdim, ozgina qo'yib qo'ydim o'ziga, birgam bo'lmam sekin-sekin xarakter chiqishni boshladi. Men ham qarshilik ko'rsatib, turga qaramay aytganini qilmayman deb qo'yib qo'ydim. Keyin примерно 6-7 kun oxiri 6-7 kun prям o'tirdim, prям qattiq shug'ullanishni boshladim. Prям 6-7 kun oldidan ketmay qattiq prям shug'ullanishni boshladim. Ko'rib turganinglardek, rezultat o'z mevasini berishni boshladi. Harakatlar to'g'ri. Qisqasi aytganda, xo'p, men aytgan boyagi gapim, men bitta jinnilikni o'ylab qo'ydim degan gapim. Короче, bu to'tiqushimni hali dakansa unaqangidir qo'lga o'rgatmaganman. O'rgataman, dars ketadi, конечно, dars uzr ketadi hammasi. O'rgaturaman baribirga, men g'irt bekorchiman. Чисто bekorchi odamman, tan olib qo'yavering. Короче, men bitta g'irt jinnilikni o'ylab qo'ydim. Men bugun Zo magazinga bordim. Men bu kichkinaga narsalar olganim. Men o'tda bilmadim. Sarob ko'rdimmi? Lekin meni gipnoz qilib qo'ydimi bilmadim-ku. Men o'tda shunaqangi pizdez zo'r narsani ko'rib qoldim. Men sevib qoldim to'g'risi. Meni pizdez zaif tomonim bu hayvonlar ishonavringlar. Men sevib qoldim. Da mana endi ikkita sevgilim bo'ladi, ishonavringlar. Короче, men valnisti to'tiqush ko'rib qoldim o'tda. Qancha o'zimda bor valnisti, lekin men ko'rganim просто реально men gipnoz bo'lib qoldim deb o'yladim, to'g'risi bor. Uni просто aqlingizga sig'dira olmaysizlar uni. Uni olib kelganimda ko'rasizlar. Короче, uni ko'rib qoldim. Men so'radim sotuvchidan, nima bu? Sotuvchi menga qarab turib, angliskiy valnisti papugay dedi. Dedim, men pizdesyanlik gipnoz bo'lib qoldim, ishoninglar, men ko'rsataman keyin sizlarga. Qarchi shundan keyin men rosa o'yladim, mana bugun bo'lgan voqea, prям mana shu 8-chисло kuni bo'lgan voqea. Qarchi, men hozirlanib qoldim. To'g'ri, boyavlarni deb yuruvdim-da. Oxir dedim, Xudoga tavakkal dedim. Просто chirt ko'zim yumaman, Xudoga tavakkal qilaman. Zo magazindan olib kelaman dedim. Nima uchun buni uzoq o'ylaganimni tushuntirib beraman sizlarga. Zo magazinda sotiladigan qushlar yovvoyi bo'ladi. Qo'lga o'rgatilmagan, inson tanimaydigan, inson qo'lidan voydod, bitta ilon ko'rgandek qochadigan, vahimali qushlar bo'ladi ular. Reально. Bu bitta voy. U tuxumdan yorib chiqqandan примерно 15 kun o'tib, odam uni qo'liga olib, boqib, odamning qo'lidan qo'rqmaydigan qilib beradi. Men shu holatda olganman buni. Tag'ina, men o'shada buni olgan paytimda menga aytgandi, voy men bilan qo'limga olmay qo'yganim deb ancha bo'lib ketdi, bir haftadan oshib ketdi. Ish qilib, yovoylashib ketmagan bo'lsa bo'ldi degandi ham даже menga. Tasavvur qilasizlarmi, shunaqa tegmay qo'ysanglar, shug'ullanmay qo'ysanglar, yovoylashib ketishi mumkin ekan. U anchadan beri qo'liga olmay qo'yganda, anchadan beri aytdi o'zi menga. Короче, вот
Lekin men oqni olmoqchi edim o'zi, prям полностью oppoq bor edi. Birinchi olmoqchi bo'lganim mashina oldingiz. Birinchi olmoqchi bo'lganim oppoq olmoqchi edim. U yerda oppog'i yovaylashib qopti. Lekin men bu laskovый ручной lutf shuni ola qoling dedi. Men ham balang dedim, shunaqangi вообще-то даже oqni olmoqchi emas edim. Men sariq olmoqchi edim, вообще sariq olmoqchi edim. И вообще o'zgarib oqqa tushdi. Keyin oqdan oxir men bu bo'ldi. Tasavvur qilasizlarmi? Короче, вот. Opti qo'y dedim, dedim, olaman shuni dedim. Jonli qidirish qiyin ekan. Ручной попуга qidirish qiyin ekan. Topgan taqdiringizdan narxi to'g'ri keladigan topish qiyin ekan. Короче, ko'p o'zini qiyinchiligi bor ekanda. Qisqasini aytganda, mana shunaqa uzoq vaqt ketdi buni o'zim topishga. Короче, вот. Bu уже men bilan bir oydan beri yashayapti. Men mana bilan o'tgani 6-chislo kuni или 6 или 7-chislo kuni короче olganman. И hozir ровно bir oy bo'ldi. Ровно bir oy. Даже oshib ham ketdi o'sha birinchi kunga. Bir oydan beri уже bir-birimiz bilan chiqishib olganmiz. Уже uzr. Ko'ryapsizlar? Videoni ko'rsatib boraman, qanaqangi уже chiqishi bilan laska bo'lib ketganini. Men endi aytmayman, конечно, 100% men ручной qush olganman deb. Yo'q, unaqa emas. Bu da просто qo'ldan qo'rqmaydigan, qo'ldan qo'rqmaydigan bir qush edi xolos. To'g'risi, reально. Ну, komandalarni bilmasdi. O'zim o'rgatyapman-da, sekin-sekin ko'ryapsizlar-ku, ко мне и так далее va hokazo. Пока что hozir shu главная komanda bu yerda ко мне, ya'ni oldimga kelgan komanda. Bilmayman nega ruscha o'rgatyapman, lekin ruscha o'rgatyapman, o'zim ham bilmayman nimaga. Просто bilan turib ко мне deb o'tirib o'rgatishga boshladim-da, просто o'zidan o'zi bo'lib ketdi. Короче, вот. Endi men borib zoomaгаzinda shu borib anaqa menga narsa parsolaman deb borgan paytim men sezib qoldim. Aynan nima uchun menga aynan o'sha yoqib qolganini. Siz aytaman, u hech qanaqangi sariq-pariq men o'sha olmoqchi bo'lgan eski pag'andagi yetti o'xshamas, rangi ham примерно mana bunaqa rang, или to'rtta примерно. Или ko'ki ham bor, shuni adashmasam. Уже esimda qomat to'g'risi bor, men ko'rdim уже. Короче, вот. Почти rangi o'sha mashina rangidagi, anaqangi такой. Maholatga такой необычный цвет, прям полностью oq или полностью sariq deb o'xshamas. Yo'q, вообще. Стандартный rang, короче, unda. Lekin undagi bu narsa aniq sizlarni ham hayratda qoldiradi, ishonaveringlar. Aniq sizlar ham hayratdan qotib qolasizlar. Короче, men уже решать qildim. Ertaga boraman. Olaman. Еще прикиньте, men bu rejani уже olaman deyotganimni hech kim bilmaydi. Реально вообще hech kim bilmaydi. Men hech kim yetmadi, ayniqsa oyim bilmaydi. Uydagilar hech kim bilmaydi. Просто o'tirmanda olaman deyapman, просто hech kim yetmasdan ertaga ham как раз boraman zoomaгаzinga. Bitta sariqlasizlarmi? Yana bitta kletkada, yana bitta totoni ko'tarib kelaman-da, uydagilarning ahvolini. Просто вот tasavvur qilamanmi? Yo'q, mayli. Bu mayli. Men ko'proq oyimni reaksiyasiga qiziqyapman. Просто pissiyat bilmadim, lekin reально. Tем более aytganda u zoomaгаzinni qushlar такой yovoy bo'ladi dedim-ku, ular ruchnoy bo'lmaydi ular. Ularni o'rgatishingiz mumkin, sekin uzoq vaqt ketadi. Вообще просто даже почти невозможно даже, блядь, men maqulman o'zi. Короче, men oldinga ham boqqanman, bir necha yillar oldin boqqanman. Ularni men zoomaгаzindan olganman. U paytda men даже bilmasdim, mana shu ruchnoy qilib sotiladigan to'talar bo'lishini men даже bilmasdim. Umuman bilmasdim. U paytda men o'zim kichkina edim вообще-то. И men eplolmaganman, boqolmaganman, uni boqolganman, uchna qilolmaganman. Asablarim chiqib ketadi. Demak, tushunmasdim, bilmasdim. Va shu opit прям 0 ga teng edi. Ishoninglar, 0 dan 0 ga teng edi men opitim. И уже, короче, постепенно уже ulg'ayib, ko'rib, bilib, men opitim juda katta, ishoninglar. Men почти hamma hayvon haqida ma'lumot bilaman, chunki men shu yoshimgacha boqmagan hayvonimdan bor yo'q, qo'y qolgan, sigir qolgan. Eshak ham bor, yana jirafa, zebra, balobotda shular qolgan. Atak hamma hayvon boqib chiqaman, ishoninglar menga. Bolaligimni yarmi hayvonlar bilan o'tib ketgan. Men o'zim tabiatda shunaqaman-da, hayvonlarga ham qiziqaman, yaxshi ko'raman juda ham. И, короче, opitim sekin-sekin
ko'tarilgan mani. Уже hozir internet, hozir texnologiyalar ham bor, ChatGPT ham bor, короче, вот sizga yordam berib turadi, tudum va hokazo, короче-da. Короче, bilmagan sayt o'rgattiradigan hozirgi kunda ChatGPT bor, texnologiya bor, YouTube bor, itaqdali u paytda ham bo'lgan, конечно, asosan YouTube bo'lgan. Men aytayapman, o'zim hali bor edim u payt. Короче, вот bilmadim. Men qo'rqaman, rossiyalik qo'rqaman. Qo'limga o'rgata olamanmi, yo'qmi, va hokazo. Men hozir ChatGPTdan so'rab bildim. O'rgatsa bo'larkan. O'sha magazindagilarni ham o'rgatsa bo'larkan. Ko'p vaqt ketadi, deb. Ba'zida 3 oy, ba'zida yarim yil ketishi mumkin, ba'zida вообще 1 yil ketishi mumkin, deyapti-da. Bala, dedim. Menga почти вообще yetishgan ekan, men deyapman-da. Короче, вот. Похуй. Nima bo'lsa bo'ldi. Просто Xudoga tavakkal qilaman, boraman, olib kelaman, bo'ldi. Nima bo'lsa bo'lsin. Sabr bo'lsa-da bor. Eng asosiysi bo'sh vaqt prям mashinada bo'ladi. Ishoninglar, men realman bekorchiman. To'g'risi. Shu bekorchi vaqtini bekor o'tkazmaslik uchun endi mashina bilan ovora bo'lib o'tiraman endi sekin ruchnoy qilib bularni ham. Короче, shu. O'zim ham faqatgina bitta kimni to'qishamoqchi edim. Shu tomonga prям verniy do'st bo'lib, verniy drug bo'lib, просто umrini oxirigacha men bilan birga yashaydigan bitta olmoqchi edim. Lekin men o'zimni bilaman, nima qilaman aldab. Men o'zimni bilaman, nima qilaman aldab. Men o'zim aldiyman. Voy xudoyim. Men dirdik. Дурная голова ногам покой не дает. Standing here together with your hand in mine, I wanna know what forever feels like. Shu Xitoyda zakaz qilgan perenoskam bo'yicha borib olib kelaman. Bizga qanaqa chiroyli perenoska bilaman, amatda qanaqa zamoga такой gulli. Burasi ochiladi. Такой yaxshi chiroyli. Ishqim ketgan shu perenoska ketadi. Shunda kelaman xudo xohlasin. Короче, yomon xabar. Anaqa magazinga borsam yopiq ekan. Yopiq magazin 15 minut oldin masjidda edi, bittasi gapiryapti. Taniydimi deyman, bilarkanmi deyman, nomeri bor ekan, qo'ng'iroq qildi, ko'tarmadi. Abitga chiqib ketgan bo'lsa kerak, 15 minut oldin masjidda edi hozir. Hozir kelib qoladi dedi, mana. Bo'pti dedim-da, endi ketaman hozir. Endi unchalik musoq emas magazin bizadan. Shu maktabda o'tganda, короче, bizda domga bordim, kutib turaman ko'chada. Hech kim bilmaydi, men to'qishamoqchi bo'layotganimni hali uydagilardan hech kim bilmaydi. Короче, uyga borib, uyga emas, domga borib kutib turaman endi yarim soat. Keyin qaytib kelaman. Taslim bo'lish yo'q. Va bilan borib qolaman, naki farqi yo'q. Ay, qalab. Men narxni so'ramaganman kecha. Umuman narxni so'ramaganman. Normal narx bo'lsin deb, qimmat bo'lmasin ish qilib. Anaqa ChatGPTdan taxminan so'rab bildim, unaqa to'qishlar qancha turadi desam, qimmat ekan. Umid qilamanki, bizda unchalik qimmat emas. Endi aytayapman, o'zimni ham valnistik bilasizlar. O'zimni ham bor valnistik bilasizlar, juda yaxshi. Lekin men ko'rgan valnistik просто нереально вообще. Mahaligacha aytmayman, qanaqa u, nima u. Borganda o'zimni valnistigim bilan solishtirib sizlarga ko'rsataman manikidan nima farq qilishini. Вообще umuman yovvoyi tabiatdagi valnistiklardan qanaqa farqi borligini вообще. Короче, o'shanda ko'rasizlar qanaqa farqi borligini вообще. Yovvoyi tabiatda bunaqasi uchramas ekan. Вообще, ну. Men o'z faqatgina buning uchun o'tganligini, shu yovvoyi tabiatda yo'qligi uchun deb. Yo'q, unga emas. Просто mana shunaqangi olib qoldirdi, olmasam bo'lmaydi-da. Yo'q, olaman, точно olaman. Uni ham qo'limga o'rgatdi, xudo xolisa. O'zi bitta ideya bor-da.
o'shadan ideyani amalga oshiribdi buyog'iga. Просто bomba bo'ladi buyog'i. Hech kim bilmaydi. Xudo uydagilarga aldab, men olib chiqib ketganman, aldab. Bitta dugonam so'rayapti. Bir narsaga kerak ekan deb olib chiqib ketganman deyman. Mana bu soladigan bu spetsial shunaqa perenoska bu. Shunaqa xamyalar, tutquchlar, mayda hayvonlar uchun-da bu. Ana mushuklar uchun ham bo'ladi perenoskalar. Bu o'shan kichkina varianti. Xitoydan zakaz qilgan perenoskam bu mana. Qarang. Agar bu hammasi o'xshasa, hammasi o'xshasa. Bugun kechqurun tash qilaman, videoni qo'yaman, keyin YouTube'ga qo'yaman. Bilmayman, tash qo'yish vaqti qiyin bor, yetmaganiga hozir ayniqsa qop-qut pulli bo'lib qolgan-ku. U o'sha qiyin. Men bilaman papaga ham. Pizdец, xo'rlanib ketdim borib. Hech kim meni bu joy xo'rlamagan. Ой, гадаем, покупка второго попугая — это просто ад, блядь. Реально, пиздец просто. I found you right when you walked in. I felt it. There was something magic in this room. Bugun уже ikkinchi kun. I found you. Men u yoqqa уже video olmadim. To'g'ri payt ko'chada yurgan paytim o'sha og'atgan paytimdagi videolarni уже olmadim. Çünkü уже настроение просто пиздец bo'lgan o'sha payt. Men 3 marta u yoqdan bu yoqqa yurdim. 3 marta. 3 marta zo'n magazinga bordim, keldim. Ana boshda gapirdim-ku, borsam yopiq ekan dedim. Keyin borganimdan keyin yana yopiq ekan u. Oxir o'shanda ikkinchi marta borganimda qo'ng'iroq qildim. Shu qachon kelasiz, yo'q deb so'radim. Demajim tiringlar. Shu yarim soatlarda bo'lib qolaman. Menga zakaz keluvdi, yo'q shunga qolib ketdim deb menga gapirdi-da, men yozib qo'ygan ekan eshigiga raqam. Qo'ng'iroq qildim-da, o'shanda shunaqa dedi menga. Bo'pti, mayli dedim-da, keyin yana kutish kerak ekan dedim. Shu joygacha xo'rlayvermang, mening ham o'g'lim bor degan qo'shiq yomon yig'di menga borib, men xo'rlanib ketdim. Mana papugay ovotganligimni hech kim bilmasdi, uydagilardan особенно hech kim bilmasdi. Men shuning uchun uyga borolmadim. Kutish bahonasida turdim, keyin yetmaganiga babaram uzoqroq masofa. Uyga bormadim. Men ko'chada, даже undan ham ko'p, 1,5 soatdan ham ko'p o'tirdim. Men borib kelganlarim ham bor, ular orasida 1 soat kutganlarim bor, 1,5 soat kutganlarim bor-da. O'sha orasida, короче, anaqa juda ko'p vaqt kutgan bo'lib qolganman deyman. O'sha hammasini hisoblaganda juda ko'p kutgan bo'lib qolganman. Jantarlaring. Короче, oxiri bordi zo'r magazinga. Nihoyat Xudo. Bordi zo'r magazinga. Ochiq jinurgur zo'r magazin nihoyat. Bordim, qarasam, sotuvchi o'sha yerda, qushlar o'sha yerda, hammasi o'sha yerda. Men aytdim, kecha keluvdim dedim. Sizlarmi dedim, qaniydi. Ana papugaylarni ko'rib qoldim dedi. Men manasini ko'rib qolib, voy dedim, menga o'sha kerak, men o'shani olaman dedim. Niqtiribdi, bo'pti, xo'p deyapti-da. Unda shu kattasi kerak dedi. Endi qaranglar, meni valnistigimni, o'zimni valnistigim bilan men bu moya valnistigini qanaqa farqi borligini endi aytib beraman sizlarga. Mana valnistigim men bu videolarni qidiryapman. Bu yerda hammani sayt kim tegyapti? 15% qolibdi. Hammani ma'milachir qilyapti. Kerakmi? Lekin kerak edi. Qarang, вот, mana farqi nimada? Mani papugayim обычный стандартный papugay. U yovoy tabiatdan bemalol uchiraveradi. Razmerlari, veslarini olib yozib qo'yaman. Standartный papugayniki, prям стандартный yovoy tabiatda uchraydigan mana. Короче, men bu maoyan papugay esa aytishlariga qaraganda, bu papugay insonlar tomonidan chalishtirilib, Короче, mana papugayimdan ancha farqi bor-da, men olgan papugayni mana meniki, bu meniki o'zim bilasizlar. Короче, qaranglar. Men olgan papugay, men papugaydan
ikkita keladi. Katta, bundan ikkita keladi. Katta bu. U insonlar tomonidan shunaqa katta krupni papugaylar bilan orqali uni terib tabiatda shunaqa sun'iy tarzda, demak shunaqa qilib ko'paytirib olishgan ekan uni. Короче, bu nestandартный papugay bu. Bu o'zini mana bu papugayga qaraganda 2 barobarga katta kelar ekan. Ko'rsatma xuddi ko'rasizlar. 2 barobarga katta kelar ekan. Men uni real ko'rib qoldim. Nega magazinda? Bunaqasida ko'rib qoldim kletkasida. Oldida oddiy mana bunaqangi oddiy kichkina mana bunaqangi valnichkalarda o'zimda kerak valnichkalar. Nega kletkada prям yonma-yon turishdi. Bunisi mambo o'tiribdi. Shunaqa katta. Yo'q. Balki anaqa kamerada unaqa ko'rinmas. Men videoga men har holda bemalol ko'rsatib bo'ladi. Hayotda, bilmayman, hayotda baribir ham bu boshqacha bilinar ekan, baribir ham boshqacha bo'lar ekan, bor-u. Shunaqa katta. Ana ma'mullarga qaraganda kattagina-da. Voy dedim. Men o'sha zahoti mas'ulib qoldim. O'sha zahoti meni yuragim butun umrga zanit bo'lib qoldi. Qisqasi aytganda shunaki shu dotda samab shuni olaman dedim. Endi qaranglar, u necha pul ekan? Bu to'tiqush so'radi narxini, bu 600 ming ekan, bir ikkinchi 600 ming so'm. Yaxshi ham so'm. 600 ming so'm. Tasavvur qilasizlar? Dedim, narxini eshitib indamadim. Balki 100 qo'yib ham o'zgarib ketgandi. Hozir tushuntiraman nima uchun unaqa deyapman. Aytdim, yaxshi dedim-da. Kletkalarni chiqib ketgansiz qancha deyapman? Menga har xil aytadi. 200, 300, 100, har xil короче. Voh, 100 olaman dedim. 100 ming so'm turadigan kletka olaman dedim. Mana 300 ming ketadigan bo'lsa deyapman, 300 ming. 600 ming. Arashtirdilar. Sarayot, xayolim yoqib ketyapti meni. Короче, 600 ming turadigan bo'lsa, menda примерно 700 ming ketar ekan dedim. Hali anaqa payilka olishim kerak, yana va hokazo bir nima magachigan solishim kerak deb turgan paytim. Lekin menga nima qilishdi? Menga skidka qilib berishdi. 400 ming silikon. Mana просто kletka, to'tiqush просто 400 ming berishdi. 400 ming anaqa narx qo'yib berishdi. Men boshda kutmadim, o'ylamadim. Короче, qush oldim, qafasga solib berdim menga. Aytiraman, kiyimni ko'p qancha bo'lsam boryapti nariyoqqa, menga payilka olib kelib beryapti. Ana shundan payilka olishim kerak deb turaman. Keyin ichimda keyin anaqa mel nimadirlar borda, endi qushlarni o'zini yeydigan. O'shani olib kelib beryapti, qo'yib beryapti. Xo'p, shunaqa qancha bo'ldi deyman, endi men payilkalar bilan qancha bo'lyapti endi deganligimda qaptirma. To'xtang, men sizga skidka qilib beraman, sizga 400 ming bo'ladi. Rostdan demorim bor. O'zbeklarda bir qilsa ham jalqidi rostdan ham shuncha pul. O'shvot bilaramizlar. Короче, rostdan dedim. Meni ko'rib turibdi menga bular ham qarab. Voy, yaxshi, buncha yaxshi dedim. 400 ming почти. Bilmadim endi. Kani payilkalar menga podarka ekan. Payilka menga podarka, o'sha narsa yeydiganlari va hokazo menga podarka qilib berib. Voy, shunaqangi приятный bo'ldi. Men shuncha kutgan azoblarim, u yoqdan bu yoqqa yurganlarim, piyoda peshkom yoqdan bu yoqqa yurdimmi? Bunaqangi yaqin emasmi o'zi Mavriga? Maktab uzoqda Mavriga deb qaraganda, короче, suda peshkom 3 marta qayta soatlab kutish shuncha qiynog'imga yarasha bo'lsa bo'ladimi? Bog'larni xursand bo'lib ketdim, to'g'risi. 400 ming, bilet. Kimdir uchun bu xuyna bo'lishi mumkin, lekin men uchun вообще men uchun bu просто bomba. Keyin короче oldim. Bu to'tiqush katta ekan, to'tiqushimdan 1 yosh ekan. Endi естественно, конечно, katta bo'ladi deb qaraganda. Chunki nimasi bor, ular zo'm magazinda o'tiradi baribirga ham. Nimasi bo'ladi? Ko'pchilik baribirga ham deb qaraganda ruchnoy qushlarga keladi. Ruchnoy qush qimmat bo'ladi. No, короче, kafiga normalniy problema bor, короче, bekorga bular o'tib, почти 1 yoshgacha o'tirmaydi deb qaraganda. Короче, bu 1 yosh, shu necha yosh bu desam, o'sha bildim yoshligini, chunki farqi bor-da. Men papugay 2 oylik. Bu o'sha 1 yosh. Farqini ularni basharasidan bemalol aniqlasa bo'ladi. O'zi bular oyligi emas, o'zi ular 1 yoshdan oshganligini, 1 yoshligini basharasidan bilsa bo'ladi-da. Keyin ham tushuntirib beraman. Qarashni qarab turib, bu endi necha yosh desam,
1 yoshga yaqinlashib qoldi deb mana shunaqa 1 yoshga yaqinlashib qoldi mana shunaqa deb gapiryapti. Ha, bo'ldi ishlarli dedim. Mana shuni qo'lga o'rgatmoqchi edim, bunday qilmoqchi desam, menga real lekin lastlis tushdi. Прям такой nima bo'ladi? Только beshinli emas. Kletkadan u yoqqa, bu yoqqa sakrab, qichqirib, nimadirlar qilib, qo'rqib, dag'da titraydigan emas, deb ashi reально спокойно. Videoning oxirida просто sizlarni doktor sizlarni ishonaveringlar. Короче, reально zo'rta tuqish tushdi menga. Прикиньте, agar shunaqa ketishdi bo'lsa, 100 tali taxminan 1 oyda, ilija bo'lmasam nari borsa balki 2 oyda уже u yaxshisan qo'limga qo'nadigan bo'ladi. Men o'zim tushunaman. Короче, hop, bu juda ham слишком muloyim qush ekan. Buni bemalol o'rgatsangiz bo'ladi, o'rgatsangiz bo'ladi deb aytdi. Mana bo'ldi, o'rgataman. Конечно, zo'r dedi. Men ham xursandman, o'zimcha davolayman. Lekin buni o'sha olganimdan keyin o'sha как-то немножко ikkilanishni boshladim, qo'rqishni boshladim o'sha lekin это o'sha qo'rqishni boshladim-ku, aytaman-ku. Короче, o'sha bugun 2-kun. Bugun hamma qo'rquvlarim yo'qolib qoldi. Bu yo'qotdi. O'zi yo'qotdi. Men bitta video qo'yaman, oxirida aytaman. Ko'rasizlar, просто qiziqib ketdim mana. Sizlar ko'rsanglar deyapman. O'shani ko'ringlar, просто o'sha anaqadan so'ng, o'sha holatdan so'ng meni qo'rquvim bitta yo'qoldi. Shuning uchun bemalol sinalda gapiryapman. Aniq maksimum 2 oy, 1 oy ichida уже men buni rutinga qilib yuboraman. Endi ko'ringlar bemalol. Probably just sing some song you already know. I won't show the best side of me in case you don't like what you see. And with every single line you'll find Уже ikkinchi kun, ikkinchi kun. Qo'lni yeyapti. Valiyani birinchi marta boshida berdim. Kameraga olishdan oldin. Men yemikni bo'ladim. Yeganni ko'rib, og'zim shunday qochilib qoldi. Qo'shchi tasavvur qila olmaysizlar. Boshida bir-ikki cho'qiladi. Endi hozir o'sha jasurlarcha yeyapti. I won't show the best side of me in case you don't like what you see. Maybe the next time or the one after that I will. Probably just play it without the words. Stay the best song singer that you've never heard. Probably just play some song you already know. Cause I won't show the best side of me. Mana shu yerda bemalol ko'rsa bo'ladi, farqi bor. U meni qushimga qaraganda ancha-muncha katta. Da balki kamerada ko'rib turib, "Jo'naqa farqi bilinmayapti" deyishinglar ham mumkin, to'g'ri bir tomondan. Lekin ishontirib aytamanki, 100 tali hayotda katta farqi bor. Ishonaveringlar. Hayotda katta farqi bor bularni. Bemalol ishonsanglar bo'ladi. There was something magic in this room. I found you in an unexpected moment. All the world got quiet and I knew. Standing here together with your hand in mine, I wanna know what forever feels like.